bular. İkiniz de bir-biringizga bir javob berishga kerak bo'ladi. Siz hazırmı? Kim birinchi g'oshib bo'ldi? Bir yo'la. Yo'ldan kim birinchi aytdi? Oo, mana bitishib. Kim ko'proq kundashgan? Bakın, oraya bormoqlar. Oilada eng sabr kishi. Конечно. Şekerler olsun. Sabır deb aytasizlar, Rishadning. Lekin boshqa sabrligida yetmayapsiz. Shular so'rash. Bular shular. Albatta. Mana bu so'rovni balki men javobini da biladir endi. Kim ko'proq yo'qlaydi? Ben öyle. İkimleşip ko'proq Birlashamiz. Bu ikimizga da qoldi chunki kim ertaroq kelsa, man biz gastrollarda so'ng yutamiz, so'ng turamiz. Yo'q, tatimagan vaqtlarda shular deb. Kim ko'proq bolalar rizqlariga aralashadi ham oshib. Hani shular zaten shiddatlardan kuzatib bilamiz, maydalar oshag'ini deyman. Bu savol balki kompromittiruющий bo'ladimi? Balki o'shoqsangiz bu so'rov balki keraksincha kim ma'qullar? Aferin, bunda aferin deyapsizlar. Albatta, davom bir so'rov bu oilalar shular big aktual so'rov oila ishi o'sha yosh oilalar uchun kim ko'proq o'xshatmoqda? O'xshat kim qo'linda? Şokratızdan da yetiştirensin kim ko'proq ish qiymini o'xshabdan belli bo'lash? Aferin, oilada endi rezilikdan kelgan traditsiya irod uyga o'xshalib, rizqi irod olib foydalanadi. Big yosh ekansiz siz bir-biringizni yaxshi bilasiz ekan. Bu bizning ishni olib bir-birimizni 100% yaxshi bilamiz. Aferin, shulay bo'lsin ham bir so'zdan, bir tovushdan ham bir ondan bir-biringizni omlab maqtashib yashaydigan